Bugungi videoda siz bilan hind kinolari, o'zbek kinolari va Amerika yoki Buyuk Britaniya kinolari qanaqa qilib olinish haqida gaplashamiz. Va video qiziq bo'ladigan bo'lsa, unga like bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying va videoni boshladik. Xo'p, birinchi navbatda o'zbek kinolari deb oladigan bo'lsak, salgina yaxshiroq va salgina mehr berilgan kinolarga qaratamiz va misol uchun Uch qahramon filmi. Bu filmda yetarlicha effektlar, yetarlicha kadrlar va juda ham qimmat bo'lgan kameralar ishlatilgan. Men yaqinda ko'rdim va bu menga yoqdi. Rostdan hamma kino ola oladi va bunga misol hindlar bo'la oladi. Ishoning, hindlarga bittagina kamera olib bersangiz bo'ldi. Hindlarning ustidan kulamiz negadir, kinolari fantastik deymiz, boshqa deymiz. Lekin ishoning, bitta narsani tan olishimiz kerak. Ularda kinolari fantastik qanaqadir ma'noda bo'lgani bilan, lekin juda ham birinchidan qiziq va qanaqadir ma'nosi bo'ladi. Okey, bu narsani ham qo'ying. Eng asosiysi, ularning budjeti bizning budjetimizdan ko'ra juda ham kam bo'ladi. Misol uchun, mana bu kichkina sahnalarni ko'rib chiqing va bular bittagina kamera va qolgani bolalarning o'zi qilgan effektlar, suv effektlari, boshqa qon hammasini o'zi tuproq bilan qilgan. Ishonib, bitta mana shu narsani ko'ring. Endi keling, siz bilan chet elda kinolarida haqida gaplashamiz. Chet elda kinolarida ancha osonroq, nimagadir baribir olish qanaqadir ma'noda, chunki ularda ko'p narsasini kompyuterda qilib olishadi deb o'ylayman men. Bitta joyda butunlay mana shu asosiy narsalarni qo'yib olib, faqatgina green screen bilan ishlab turib, qo'yni bitta kino olishadi. Va endi keling, mana bu buyumlar haqida gaplashamiz. Mana bu soxta buyumlar, har xil buyumlar hammasi soxta. Ishlatiladigan joyigacha haqiqiy bo'ladi-da, keyin o'sha urush joyi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'sha joyda bitta almashtirib olib bo'sham ishlatishadi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, unga like bosib qo'yib, menga obuna bo'lib qo'ying. Va keyingi video chiqqunicha 500 ta bo'lishni xohlayman. Давайте.